Sardarbek xudo xolasa qo'zi kelgan, like bosib, kommentariyani bomba qilsa, xudo xolasa narx ham yengil bo'ladi uka. Bitta ikkita bo'lmaydi. Yo'q, bitta ikkita bo'lmaydi uka. 100 ta 200 ta ham bo'lmaydi uka. 100 ta 200 ta ham bo'lmaydi. 250 ta bo'ladi uka. Ey, chin dildan qo'y olaman deb niyat qilib chiqing. Xudo xolasa siz niyatingizga amalga oshadi. O'zi bugun Saroy xalqida to'y bo'ladi uka. Qo'y borasida to'y bo'ladi uka. O'ylab o'tiring. Videoda ko'rgan odamga qo'y bo'ladi, обязательно. Inshaalloh. Aytgan narximdan qilib berasiz. Nech puldan? Sizga ham eshitish. Bo'ladi qani? Ha. Barini olsa. Aha. Bitta ikkita emas. Ha. 100 mingdan kam qilib berasiz. Mana marda. Hammasi o'nga. Bismillahirrohmanirrohim. Akalar, qo'zini haqiqiy shinamandalari. Haqiqiy qo'yli bitillar akalar. Qo'yli o'tirmang. Xudo xolasa qo'yni soni o'ta ko'p joyga yetgan ekan. Nomerading qo'zilar, nomerading qo'y fermadan. Video syomka bo'ladi bugun. Video syomka bo'ladi. Xudo xolasa yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sardarbek xudo xolasa qo'zi kelgan, like bosib, kommentariyani bomba qilsa, xudo xolasa narx ham yengil bo'ladi uka. bitta ikkita bo'lmaydi. Yo'q, bitta ikkita bo'lmaydi uka. 100 ta 200 ta ham bo'lmaydi uka. 100 ta 200 ta ham bo'lmaydi. 250 ta bo'ladi uka. Xotirjam. Birinchi partiyamizni o'ziga deb qo'ying. Inshaalloh. O'zi ikki partiya video qilamiz. Qo'zini lideri kelgan. Akalar, oxirigacha videoni kuzatib turing. Mashalloh, mashalloh akalar. Haqiqiy like deb bosing, yaqinlarga jo'nating. Mana shunaqa 200 tala, 300 tala, 400 tala qo'zg'olib qo'ring. Voy. Bir xilda. Voy, mashalloh. Ko'z tegmas akar. Voh. Haqiqiy qo'yni tushunadigan inson, qo'yni yaxshi ko'rgan inson bu qo'yni ko'rib olmasa ham bitta Ma'murjon otangga rahmat deb olib ketadi. Odamni o'zi miyasi qarsachaveradi uka. Maza qilib yuboradi, inshaalloh. Maza qilsin. Mana qo'zini qarang. Voy, jonivor. Birinchi partiyamizda o'ziga 250 bosh Ma'murjon aka. Arashan variantlardan bor. Arashan partiyalardan bor aka. Videoni oxirigacha kuzatib. Bugun aka qo'y olish dilidan niyati bor inson uchun ish bitadi. Xudo xolasa ish bitadi akalar. Mana qarang, mashalloh, 250 bosh. Hammamizga yetkizsin aka. Qo'yni olmasangiz ham kim dildan Xudoyimdan bir so'rab qo'ying. To'g'risi gap, hammamizga yetkizsin. Inshaalloh nasib qilsin. Qo'yni qarang, ey. Munchoqda, va jonivor. Haqiqiy akalar, munchoq singari. Munchoq qo'yavering, marvarat singari deydi. Sardarbek asli bu qo'y endi katta gapirishga kirmasmi, o'tgan yil olingan bu. O'shani hisobiga ham qulog'iga soldirmaganmiz. O'tgan yil onasi qonidaligida bizga baraka bo'ldi. Aslida Qulog'i 100% butun. Butun hammasini. 100% butun aka quloqlari, mashalloh. Bir qo'ra, bir cho'pon, bir endi. 250 ta hammasini. Aka bayda hammasi qo'chqormi? Ha, hammasi qo'chqor, sog'lig'i yo'q uka. Hammasi qo'chqor akalar. Birorta irg'achi, pichmaqda sog'lig'i yo'q. Voy. Mashalloh. Xo'p, aka, bularda kelganiga qancha bo'ldi? Bular kechadan oldingisini keldi, kecha yo'lni oldik, yemishladik, bir qator tekshirib ko'rdik o'zim. Iminni o'zim har bittasiga e'tiborni qaratib, yeyish qanaqa bo'lyapti, yeyish qanaqa bo'lmayapti deb komissiyasini qilib buni uka. Keyin ommaga chiqaryapti shu bugun. Mashalloh. Havas qiling akalar. Hasad qilgan emas, havas qilgan niyatiga yetadigan akalar. Havas qiling, yana sizga qo'ydim. Shu kasb orqasidan uka, to'g'ri aytganda biz shu kasb orqasidan 5-6 yil oldin, 10 yil oldin ustozlarimizga havas qilganmiz. Mana havasimiz, niyat qilamiz, niyatimizga yetdik. Mashalloh. Kimki niyat qilsa Xudoyim beraveradi, to'g'ri. Haqiqatga. Xudo xolasa havas qiling, niyat qiling, inshaalloh hammamiz niyatimizga yetaylik. Niyat qilgan inson niyatiga yetkazsin akalar. Xudoyim otangga rahmat deb yozib ketishni unutmang. Xo'p aka, yosh oyligi qanaqa bo'ladi? Yosh oyligi 4-5 oylik atrofida aka. 4-5 oylik atrofi akalar. Bugun chin dildan qo'y olaman deb niyat qilib chiqing. Xudo xolasa siz niyatingizga amalga oshadi. O'zi bugun Saroy xalqida to'y bo'ladi aka. Qo'y borasida to'y bo'ladi aka. O'ylab o'tiring. Videoda ko'rgan odamga qo'y bo'ladi, обязательно. Inshaalloh. Videoda ko'rgan odamga uyda qo'y bo'ladi aka. Yosh oyligi qanaqa aka bo'ladi? Yosh oyligi 4-5 oylik atrofida. 4-5 oylik atrofi akalar. Xudo xolasa endi chislama daqiqa bilinmaydi. 100% qo'chqor. 250 bosh son aka. Bir qo'ra, bir cho'pon. Eni yo'q qulog'ida. Yo'q. Eni yo'q. Hammasini quloqlari butun akalar. Hammasi 100% butun holatda. O'zini qarang. Standartda akalar, yoqut misol.
Hop, aka nima deymiz bularni narx-navolarni? Marvarid. Marvarid singan. Nima deymiz narxi? Jangal olarak odam bo'lsa hammasi 2,5 milliondan beraman aka. 2 million 500 ming so'mdan, ha? Beraman. Endi aka, buni ichida hammani ham 250 ta, 300 ta qo'ygan puli yetolmaydi-da. Yo'q, uka, bu endi bunday narsa bor-da. Optim deganda 250 tasi optim ekan, 15-20 tasi optim degan narsa kallaga kelmasin. 10 tadan o'tib qoldimi optimga yuradi uka. Ketaveradi. 10 tasi ham optimga kiradi, 10 tasi donaga kiradi uka. Ana, gapni erkagi mana shu. Gapni marti shu, mana. Mana ham 250 ta qo'ygan puli yo'q, 15-20 ta olaman degan odam Ana, xudo xolasa akalar, oling, maqsad bo'lsa ham sharoiti yo'q boqishga boshqaga to'g'risini aytganda. Voy jonivor. 10 ta oling 2,5 milliondan ketaveradi. Hey, yo'q, buni aka ajratib o'tirmang. Shuni kerak haydab chiqib ketsangiz bo'ldi. Buning ichidan tanlab o'tirmang. Bu ichida tanlaydigan qo'ydi o'zi yo'q. O'zi standart, vaqt misol hammasi bir xil stanokdan chiqqanday bir xil ekan. Ha, qarang, mashalloh. Qo'ydi qarang, jonivordi. Yo, jonivor. Haqiqiy havasim ketdi. Havas qilgan bo'lsangiz siz ham xudo xolasa niyatingizga yetasiz kerak. Havas qilgan inson niyatiga yetadi degan. Xudo xolasa niyatingizga yeting siz. Mashalloh, qo'ydi qarang, voy jonivor. Mana sizga qo'y, mana sizga cho'pon. Xo'p, mana shu o'zi akamiz optimchi. Aka, optimchiligimizga borib bir optim narxini qancha qilib beramiz? Optimga 2,5. Yo, Ma'murjon aka. Sardor bitta narsa bor-da, uka o't desangiz o'taman uka. Qancha o'taman? O't desangiz o'taman. Mana qo'lda o'tay uka. Mardona kelishib akalar. Endi keragicha urib qo'ysa, o'rta yelka ko'taradi endi. O'ylab o'tirman. Xulosa sizdan o'tdi o'zi. Nima deymiz aka? 2,5 dan deymiz, nima? Qancha kami bor? Nech pul kam qilib beray? Aytgan narximdan qilib berasiz. Nech puldan? Sizga ham eshitish. Bo'ladigan. Ha. Barini olsa. Aha. Bitta ikkita emas. Ha. 100 mingdan kam qilib berasiz. Mana mardi. Voy! Hammasi nomga. O'ylanish yo'q. Yutilib ham qo'yish yo'q. Yo'q. O'ylab o'tirmang aka. 2 million 400 ming so'mdan akalar bir yerga xudo xolasa ketaveradi. Yana jazma olaman. Ey! 10 ta haydab olsin. Ketaveradi. Necha olsa ketaveradi. Akalar ketaveradi. 10 ta optim mana. Optim 10 ta haydab olib bir chekkadan ketaveradi. Mana. Bitta 10 ta emas, uka tilimdan ko'p qilmang. 11 tasi optimga kiradi, 10 tasi ham donaga kiradi deb qo'ying. O'ylab o'tirmang. Ana shunday gap aka. 11 ta haydab olib ichidan ketdi. 10 tadan oshib qolsa bo'ldi. Ketaveradi akalar. 2 million 400 ming so'mdan. Hammasi 100% qo'chqar akalar. Telefon qilishga shoshilavering. Xudo xolasa akalar, qo'y o'ta uncha qo'chqarda, katta qo'chqarimizni ham damini berib qo'yadigan xolos. Agar bitta gap. 250 tani olaman degan dangal bir yuragida o'ti bor, bir fermasi bor, yangi ferma qilaman degan odam 250 tasini olaman bir joyga chakini buzmasdan 249 ta emas, 50 ta emas, 50 ta kerak degan odam bor-ku, 2 million 400 mingdan xayrni qilib beraman. Ma'murjon aka. Meni cho'pga xayr emas, ikkita qo'zi bekarga beraman, uka. Voy, bonuslarimni. Ha. Bonuslarimni. Ikkita qo'zi akalar besplatni. Ketaveradi. Xudo xolasa eshingizdagi yetib boradi. 48 tasiga pul beraveradi. 48 tasiga pul sanaverasiz. 248 taga. Aka, bonus kerak emas. Mardona kelib 250 tasini shunday savdo qilib olsa, qancha? 24 da. Ha. Ma'murjon aka. Ha, uka. Bola degan joyini gapiring. Mo'g'rangda. Bu yo 200 olsa ham men gap tekshiribdi. 6 ta olsa ham, 7 ta olsa ham, 4 ta olsa ham, 2 ta olsa ham 2 million 400 ming ham degandan keyin. Hammasi olgandan keyin, hammasi olsa nima deyin, ayting. Mana. Ma'murjon aka. Ha. 250 ta olayotgan inson bunday qaraydi. Voy, 2 ta olyapti-yu, 10 ta olyapti-yu. Men 250 ta 10 baravar emas, 20 baravar ko'p qo'ya olyapman. 25 baravar bo'ladi. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Nima uchun men 10 ta olayotgan inson bilan teng bo'lishim kerak deydi? Telefon qilsa ish bitadi, uka. Qancha? Ma'murjon aka, chala-chul gapirma. Bitta dangal gap. Mardona gapiring. 2 million 300 mingdan bir joyga ketdi. Voy! Bir joyga degan meni hammasi emas, optim ketdi 2 million 300 ming. 2 million 300 ming so'mdan optimiga. Eshitdingiz-a? 11 ta ham optim. 11 ta qo'yam optim aka. 10 ta olganimizda 24 ta borib beraman. O'ylab o'tirman. 10 ta agar 10 ta olaman desangiz 2 million 400 ming so'mdan eshingiz tagida qo'yiladi. Olib beraman. Xotirjam, telefon qilishga shoshilavering. Lekin niyat qilgan aka-ukalarimizni iltimos qilamiz. Akalar, keling, albatta ish bitadi. Bitmagan ishning o'zi yo'q. Noumid shayton.
Akalar, xudo xolasa umid bilan bo'ling, qo'y olasiz. Bugun olasiz. Har kuni ola olmayotgan aka-ukalarimiz bugun qo'y oladi. Mashalloh deb kommentariyaga kelib, bang'illatib yozib ketishni unutmang. Bunaqa variant hamma kanalda ham chiqargan yo'q. Bu faqat Sardar bloger kanalida. Конечно. O'ylab o'tirmang. Bitta laykni bosib qo'ying. Ishqozlar layk bosib qo'yinglar. Tirt qilib agar. Ana akalar, sizga chorvani zo'ri. Akalar, xudo xolasa bitta cho'qqo'rada, aka Qo'tonda 1000 ta qo'y bor deng. 1000 ta qo'yda aka 500 ta sovliq. 500 ta qo'zisi yana 250 ta qo'zisi yana sovliq. Qo'zini o'zi. To'g'risi gapda 750 ta sovliq bo'lsa 250 ta qo'chqari bitta Qo'tondagi mana ishda turibdi deydi. Turibdi. O'ylab o'tirmang. Realni gap. Bu bilan cheklanmaydi. Bu 250 ta bilan hali cheklanmaymiz. Buni soni 7000 ta uka. 7000 bor. 7000 ta buni soni. O'ylab o'tirma. Xudo xolasa aka, oladigan inson aka maza qilsin. Inshaalloh. Oladigan inson maza qilsin. Xudo xolasa niyatni yozib qo'ying. Xo'p, bu birinchi partiyalarimiz aka. Ha. Xudo Ikkinchi xolasa partiyamiz ko'p emas. Haqiqiy ishqibozning qo'yi bor 14 dona. Chista liniyani qo'yi bor 14 dona. O'shalar chiqaramiz aka. Xudo xolasa ketdik yo'qsa. Ana shu partiyalarga. Qo'ydi qarang, voy jonivor. Mashalloh. Havas qilgan aka-ukalarimiz kimdirlar mashalloh deb kommentariyaga yozib qo'ying iltimos sizga. Qo'zini qarang, hammasi standart, dumbalari, hamma yo'q tikka holatda aka. Bir xilda qo'zi. Mana shunaqa 250-300 ta qo'y olaman degan tanish bilishingizga tezlik bilan jo'natib. Sardarbek uka, hamma narsani ham misol ertamanda chiqqan quyoshda botishi bor. Hamma narsani bitta o'sgan narsani kesilishi bor. Misol, o'shanda uka videoda oxirida mana shu qo'zlarimiz soni ortiqcha ko'p emas uka. Soni 14 dona chista liniyali, toza arashan qo'zi. Buni egalariga yana bitta narsa ishqibozga majbur emas. Bu abishni qo'ydi narxida tenglashmasin. To'g'risini aytganda-da uka. Bu abishni qo'ydi narxi, bu abishni qo'y ham emas uka bu. Abishni qo'y, nari qoralar. Bu toza arashan liniyali qo'zlar. Qulog'ini ko'ring, garbonoz, uxop, hamma yeri uka, kalsonlari, ko'z, parametr hamma narsasi aytadigan narsa uka bu. Chista svetli variant uka bu. Nechta baydaki? Buni soni 14 ta uka, ko'p emas. Bu anqani urug'i bor arashan qo'zi uka kam yo'q. Qisori lekin sira. To'g'risi gapda. Yana bitta gap, mana shu cho'pon tayoqqa bitta laykni bosib ketdik. Bu cho'pon tayoqqa 16 yil bo'lgan. 16 yil, 25-yil bo'lsa 14-yil kelganda 16 yil bo'ldi. Mana ancha yil kesib tashlab kaltira qilib oldim deyroq. Bu asli pista bu uka bu. Mana pista bu. Sinmaydi bu. Tas ovoz chiqaradi uka mana. Mana. Tas ovoz sinmaydi lekin. 11 yil bo'lgandek, to'g'ri. Ha, 11 yil bo'lganmi? Xo'p. Xo'p, bayda aka chista liniyali qo'ziga, liniyaga qiziqadigan aka-ukalarimiz uchun haqiqiy akalar qo'zini lyubitellari. Lider. Qo'zini lideri turing. Xudo xolasa uka, mana shu narsa kelajakda chempion bo'ladi-da. Yaxshi niyatda boqilsa chempion. Inshaalloh. Nima deymiz aka bularda? Yosh oilaga. Yosh oilaga uka, o'rta hisobda 2,5 oylik, 2,5 oylik narsalar uka. Soni 14 dona. Aytarjan. Narxi akanchatimni senab bitta narx aytiladi. O'zi asli narsa, yaxshi narsa bozorda sotilmaydi uka. To'g'risi gapda. Yaxshi narsa bozorda sotilmaydi. Biz sotamiz uka yaxshi narsa. Narxi yengil. Qanchadan deymiz aka? Narxi bo'ladigan gap 3 million 300 mingdan beraman aka. Hammasi qo'chqor. Ha, hammasi qo'chqor. Hammasi aka 100% qo'chqor. Quloqlariga, quloq razrez, dumba razrez quloq, hammasiga Mana uka, mana. shpagatlariga hammasiga e'tibor beradi. Quloq tomirlarini qarang, mashalloh. Buni haligi doktorlar tomiriga cho'rdigan darajada bor. Xatarjon aka, xudo xolasa yangi o'rganish hamshiralarga tavsiya kelaverdi endi. Ha, praktika qilaveradi, qo'yadi qulog'iga. Demak shu. Xo'p, aka nima deymiz? Bo'ladi. 300 ming so'mdan bir joyga ketdi, oldi qochdi, gap yo'q, hammasi. Soni 14 ta. 14 bosh, 300 ming so'mdan aka 100% qo'chqor. Qo'chqorda haqiqiy lyubitellariga aka tavsiya qilinadi. Shoshilavering, xudo xolasa olaman deydigan aka-ukalarimiz uchun juda tavsiya qilamiz aka. Xudo xolasa bir xil standart toza liniyani qo'zi boqaman deydigan akalarga like bosib, kommentariya yozib, shu videoni maroqli kuzatgan obunachilar, ilohim qo'ralaringda shunaqa shuni ko'rgan bizdan, buni eksari bo'lsin, katta qo'zi, ko'p qo'zi ko'rgan bizdan uni eksari